Assalomu alaykum hammaga. Endi bugungi videomizda sizlar bilan ovoz topdan skaner dasturimizni ishlatib ko'rishni ko'ramiz. Demak, dasturni ochib olamiz va bu yerda sayt linkini beramiz. Endi sayt berayotganimizda bitta narsaga e'tiborli bo'ling. Faqat o'zingiz ishlab chiqqan va qonuniy ruxsat olingan saytlar ustida sinab ko'rish tavsiya etiladi. Har qanday noqonuniy harakat uchun javobgar bo'lasiz. Xo'p, shu uchun biz o'zimizni saytimiz ustida sinab ko'ramiz. Mana sayt manzilini kiritib oldim. Bu yerda authentication qismi bor. Agar autentifikatsiya qo'llab-quvvatlanadigan sizda username, parollar bo'lsa, uni berib, bu yerda o'sha saytda ichki tarafdan ham test qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. URLni kiritib olganimizdan keyin mana scan tugmasini bosamiz va skanerlash jarayoni boshlanadi. Endi bu saytning holatiga qarab 5 daqiqadan ba'zan yarim soatgacha davom etishi ham mumkin. Hozir men pauza qilib turaman. Natija chiqqandan keyin videoga qaytamiz. Mana natijamiz chiqdi. Umumiy holatda xavfsizlik darajasini D sifatida ko'rsatyapti. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu ko'proq umumiy holatda high ga to'g'ri keladi. Bitta critical zaiflik bor deyapti, 5 ta medium hamda 4 ta low, ya'ni quyi darajadagi zaiflik bor deb ko'rsatilyapti. Endi mana bu yerda report tugmalari bor. Bu orqali report yuklab olishimiz mumkin. Mana PDF report downloaded deyapti va yuklab olingan reportlar bu yerdan downloads bo'limiga kelib tushadi. Mana umumiy holatda skanerda topilgan natijalar, har bitta zaiflik ko'rsatuvchi ma'lumotlar berib o'tilgan. Va aynan qaysi kategoriyaga tegishli ekanligi ham yozilgan mana bu yerda. Aynan nima uchun bu muammo kelib chiqqan, bu muammoni qanday tuzatish mumkinligi haqida ham yozilgan. Xo'p, bu yerda mana bitta medium darajadagi zaiflik ko'rinyapti. Bunda admin panel detected, ya'ni loyihadagi admin panel ochiq holatda turibdi deyapti. Bu ham bir kattaroq miqdordagi zaiflik deb hisoblashimiz mumkin. HSTS framework yo'qligi yoki bular esa endi oxirgilari info. Critical darajada CCP protokol o'sha berilmaganligini aytyapti. Bu xavfsizlik header hisoblanadi. Bu orqali bir qancha hujumlar yuzaga kelishi mumkin. XSS kabi hujumlarni amalga oshirishga yo'l yaratib berishi mumkin. Shu sababli bu security headerlar o'sha Nginx yoki Apache ichida qo'shib qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Va bu yerda yana HTML ko'rinishda ham reportimiz bo'ladi. Buni ochsak, veb-sayt ko'rinishida ochib beryapti mana. Scan mod qanaqa bo'lganligi, nechta natija topildi, umumiy bahosi qanaqa bo'lyapti. Va pastda har bitta ma'lumotni to'liq berib o'tyapti. Bu yerda topilgan dasturlar, aniqlangan narsalar berib o'tilyapti. Qanaqa dasturlardan foydalanildi, har bitta o'sha ovoz kategoriyasi bo'yicha topilgan muammolar haqida batafsil aytib o'tilyapti. Xo'p, history bo'limida doimiy o'sha skaner qilingan narsalar saqlanib turadi. Istalgan paytda buni ustiga bosib, mana bu tarzda ochib, ma'lumotlar bilan tanishib ko'rib, mana shu zaifliklarni yopishimiz mumkin bo'ladi. Demak, tools bo'limimizda ovoz skaner bilan tanishib o'tdik. Keyingi darslarda boshqa toollar bilan tanishib chiqamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.